Hech ham qiynalmasdan piyolalarda o'lchangan masalliqlar bilan judayam mazali pirojni tayyorlaymiz. Shunaqangi mazali bo'lib chiqadi. Albatta sizlar ham shu usulda tayyorlab ko'ringlar. Mazasi, ta'mi o'zingizlarda qoladi va qayta tayyorlashga majbur qiladigan shirinlik bo'ladi. Birinchi bo'lib idishimizga tuxum va shakarni solib, oppoq bo'lguncha ko'pirtirib olamiz. Oppoq bo'lgandan keyin ustiga o'simlik yog'i, sut solib, venchigimizda bitta aralashtirib, ustiga unimizni solib elab olamiz va yana kakao va razrixli ham solib elab bir xil qilib aralashtirib olamiz. Bir xil qilib aralashtirib olganimizdan keyin qolipimizni sari yog'lab, ustiga tayyorlab olgan massamizni solib, qizib turgan duxovkamizda 40-45 minut davomida ichlari pishguncha pishirib olamiz. Endi ustidagi siropini tayyorlaymiz. Siropimiz uchun bizga sut, shakar, o'simlik yog'i va kakao kerak bo'ladi. Buni gazga qo'yib, bitta qaynaguncha pishirib olamiz va tayyor bo'lgan pirojnimizni bo'laklarga bo'lib chiqamiz. Bo'laklarga bo'lib olganimizdan keyin cho'pimiz yordamida xuddi shunaqa qilib oralarini teshib chiqamiz va oz-ozdan siroplarimizdan quyib olamiz. Eng ustiga esa shokoladimizni eritib, chiroyli qilib bezatib, oila a'zolarimiz uchun taqdim qilamiz. Albatta sizlar ham shu usulda tayyorlab ko'ringlar. Menga obuna bo'linglar, like bosishni unutmanglar.